Ishemik insultni klinik ko'rinishida yana bir keyingi ko'rinishlarini beradi. Bu ishemik insult og'irlik darajasi nimalarga asoslanadi? Asosan qon oqimining pasayish og'irligi, reperfuziyadan oldingi davr davomiyligi va ishemiya darajasi bilan belgilanadi. Bosh miya qon oqimining eng sezilarli darajada kamayishi, biz oldin aytib o'tganimizdek 100 gram miya to'qimasida 10 millilitr miqdordan kam bo'lishi kuzatilsa agar, bu yadro infarkt zonasi deb ataladi. Bosh miya ishemiyasining birinchi klinik belgilari boshlanishidan keyin 6 va 8 daqiqa ichida qaytarib bo'lmaydigan darajada shikastlanadi. Yadro zonasi bu ishemik holatdagi qon tomirlarining ishemiyasi hisobida, ammo hali ham yashovchi to'qima. Bu yuqorida aytib o'tganimizdek 100 gram miya to'qimasida 20-40 millilitr qon oqimi miqdoridan kamayishi bo'lgan holatga aytiladi. Buning nomini ishemik penumbra deb, ya'ni ishemik penumbra zonasi deb ataladi. Bu zona bilan o'ralgan bo'lib, unda energiya almashinuvi hali ham saqlanib qoladi va faqat funksional, ammo strukturaviy emas o'zgarishlar kechadi. Penumbra davomiyligi. Ishemik insultga chalingan har bir bemor uchun individual ravishda o'zgaradi. Ishemik penumbra zonasining hayotiyligini saqlash funksiyasining tiklanishiga qaratilgan terapevtik choralar eng katta intensivlik bilan amalga oshirish mumkin bo'lgan vaqt oralig'i deyiladi. Buni biz terapevtik oyna deb nomlaymiz. Bosh miya infarkti yadro zonasining rivojlanishi insultning birinchi belgilari boshlangandan keyin 3-6 soat ichida yakunlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizda qoling.